juda og'riq bilan azob bilan borar edim hojatxonaga. Assalomu alaykum, yana bir bor. Yaxshimisiz xola, charchamayapsizmi? Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamay Yaxshi, yuribsizmi? xudoga shukur. Bizdan gemuriyga qarshi mahsulot olgan ekansiz, Xamart mahsulotini. Olganman. Mahsulotni olishingizdan oldin sizni gemoroyingiz qanaqa bosqichda edi, qanaqa qiyinchiliklar bo'lardi, qanaqa og'riqlar berardi? O'shalar haqida bir qisqacha aytib bersangiz. Men 43 yoshimda beremenniy bo'lib qoldim. Beremenniy bo'lib qolgandan keyin 43 yoshimda tug'ib kesirva bo'lgandan keyin, kesirvadan keyin birinchi bosqichini o'tkazib yuborgan ekanman. Bir 5-6 oy bo'ldi menda. Bunaqa qichishish, achishishlar bo'ldi, chiqib qolganlar bo'ldi. Lekin unga men bee'tibor bo'ldim. Bee'tibor bo'lgandan keyin 6 oygacha yurdim. 6 oydan keyin doktorlardan so'radim, o'zi kirib ketadi. Undan keyin yana anchadan keyin yana bir mazam qochdi. 1 oy, 2 oy yo 3 kunda bir, 4 kunda bir boradigan bo'lib qoldim hojatga. Keyin o'shanda ham e'tibor bermaganman. Oxiri 3-martasiga shu belim bilan umuman hojatxonaga borishda umuman iloji bo'lmay, borishga ham yuragim bo'lmay, qabziyatga duch kelib qoldimda. Juda og'riq bilan, azob bilan borar edim hojatxonaga. Keyin oxiri shu xo'jayinim Rossiyadagilarda aytdilarki, shu Qahramon otaga, tabibga men murojaat qildim, uyga boradi, senga telefon qilar, shunga murojaat qilgin deb menga aytdilar. Qahramon otadan, tabibdan menga telefon bo'ldi. Telefon bo'lgandan keyin mendagi hamma anolarni aytdim, asoratlarda. Birinchi bosh qanday bo'lgan, ikkinchisi, uchinchisi, uje men o'zim bilmayman, lekin 3-bosqichda uchinchisiga kelgan ekanman. 3-darajali ekan. Birinchisiga e'tibor bo'lmaganman, ikkinchisiga mana endi 3-siga aniq qildim. Keyin menga bular giyoh aniq qildi, tavsiya qilishdi. 30 kunlik giyoh, 30 kunlik mahsulot tavsiya qilishdi. 30 kunlik giyoh, 30 kunlik svicha. Lekin giyohni men ham ichar edim, ovqat mahali ichar edim. Keyin kechga svichani qo'yardim. Uje 3 kunda natijasini oldim, xudoga shukur. 3 kunda uje qonasham, qichisham, og'riqlarim hech narsa bilinmadi. O'z oldingi holatim, sog'ligimga qaytdim. 3 kunda uje men, chunki men oldindan men doktor analarni, ukol dorilarni ichib kelmaganman. Faqat men sibirskiy shunaqa tabletkalar, giyohlardan davolanib yurganman. Shuning uchun menga tez ta'sir qildi. Demak, juda ham zo'r anavi ekan mahsulot. Mahsulot yaxshi. Mana shu ovqat yeganimda oshqozonimning osti og'rirdi derdim. Yo'q, unda men ichaklarim og'rir ekan, qabziyat bo'lar ekan-da menda. Qabziyat juda kuchli bo'lgan ekan. Shuning uchun og'riq bo'lar ekan. Suyuq ovqat yesam ham, suv ichsam ham, osh yesam ham baribir ichim qotib qolardi-da. Hozir xudoga shukur, mana bu 2-oy, 3-oyga endi o'tib ichaman. 4 oy lechiniyasini olganman. Qabul bo'lganman lechiniyasiga. Uje 2 oyda men behisob shukur juda yaxshiman. Organizmim ham yaxshi, ichki organizm, non ham yeyman, xamir ovqat ham yeyman, osh ham yeyman, lekin oldingi holatimgacha xudoga shukur hojatga normal holatda borib kelaman. Yaxshi bo'lsangiz, buni endi boshqalarga ham bemalol tavsiya qila olasizmi? Boshqalarga men 100% emas, 200% tavsiya qilaman. Chunki o'zim sog'ligim mobayn kimki sog'ligi uchun kurashsa, sog'ligi uchun o'sha kurashgan inson yetar ekan natijasiga. Alhamdulillah, boshim ham og'rimaydi. Behisob shukur hozir o'zim ishlayman holi. Shunday eshikni ochib yopib uxlar edim. Hozir xudoga shukur qo'ylar boqyapman, mollar boqyapman, behisob shukur alhamdulillah. Ish qilaman, oldin ish qilmasdim, faqat choy ichardim, yotar edim. Qizim choy taqlab berib yotar edim, boshimni ko'tara olmasdim. Shu ko'zim og'rib kelaveradi, juda asabiy edim. Xudoga shukur hozir asablarim spokoysa. Bizdan rozi bo'lsangiz bo'ladi. Roziman. Rozi bo'lsangiz bitta duo qilib qo'ysangiz. Ilohomin, alhamdulillah, lazi atamana va saqalna va ja'alana fa arvana rozaqna minallohi muslimin. Robbim Allohim, o'zing to'ydirgu, o'zing ko'rguvchi, o'zing baho berguvchi zotsan Parvardigorim. Qalbimizda nimaki niyat bo'lsa, niyatlarimizni amalga oshirgin. Sababchi menga jo'natgan odamlaring ilohim kasbikorlarga barakotlar bergin. Halolidan, g'oyibidan berib, yanada tabibchilik analari, kasbikorlari kengayib, yaxshi odamlarni poy qadami yetishda Alloh nasib qilsin. Kimki shifo bilan murojaat qilsa, shifoyi komil bersin. Dardiga Alloh shifoyi komil bersin. Asallallohul azim arshil karim zikrlarning hurmatidan tanamizdagi dardimiz senga ayon, shifoyi komil bergin. Robbim Allohim, o'zing ko'rguchi, o'zing bilgursan. Hasbinalloh nimal vakil, nimal mavla, nimal nasir, g'ufronaka robbaka va ilayka masir. Kasbikoringizga baraka bersin. Alloh ilohim madadkor bo'lsin. Rahmat sizga katta.
endi shu gaplarni qaytaveraymi?